Assalomu alaykum hammaga. Ko'p obunachilarimizga aytyapmiz, kunduz kuni yonib yuradigan dixoni o'chirib beryapmiz deb. Mana ahvol, mashinamiz zavodskiy holatda, zavoddan chiqqan holatda yurgan mashina. Bizda quyoshimizga chidolmasdan mana ichidagi qo'l sochasi erib ketgan mana. Ko'rinayotgan bo'lsa, pastga oqqan. Uje tepalari ham boshlangan mana. Buni yomon tomoni shuna eriydi-da, farni sarg'aytirib tashlaydi. O'sha uchun dixo qismini o'chirib beramiz. Dixo qismini o'chirib qo'yishga faqat programma orqali simdan uzmaymiz. Mana mashinamiz yangi salondan chiqqan kecha. Buni dixosi ham bor mana. Buni dixosi erimagan, zavodskiy turibdi mana. Buni ham o'chirib qo'yish kerak iloji bo'lsa endi. Bizga kunduz kuni kerak emas bu narsa, yonib yurgan, faqat gabarit ishlaydi, gabarit xira yonadi. Dixo degan narsa mana yashil bo'lib turadi. Mana yashil. O'sha yashilni programma orqali o'chirib beramiz. Hozir o'chirish jarayonida programma orqali o'chiramiz. Programma ketdi. Shunday o'chirgandan keyin avtomatik o'chadi. Faqatgina gabarit qismi yonadi. Gabarit qismi qanaqa yonadi? Xira yonadi. Xira yongan degani hech qanaqa kuydirib tashlamaydi. Bu mashinamizniki ham shuna holat turibdi. Hozir gabarit yoqamiz. Gabarit yoqsak, gabaritsiz yoqingda. Ikkita kontakt bo'ladi bunda. Bitta kontakt yarki, bitta kontakt xira. Gabarit yoqingda. Mana gabarit yoqdi, yo bilijni o'chiring. Gabarit yoqdi, xira bo'ldi. Gabarit o'chiring. Gabarit o'chirdi, yarki yonib turibdi. Bu narsa kuydirib tashlaydi. Bu mashinamiz programma qismi deyarli tugadi. Hozir tekshirib ko'rsataman. Programma urib bo'lindi mana. Hech qayerga zarar yo'q. Mashinani o't oldiramiz. Bo'ldi. Mashinamizda dixo degan narsa yonayotgani yo'q mana. Tablodan ham o'chdi. Endi hozir yoqing nima yoqasiz gabaritda. Mana. Kunduz kuni rejim o'chib turibdi. Endi gabarit yoqing. Bo'ldi. Gabarit yoqdi, xira yondi. Bu eritmaydi. Mana shu xizmat 100 ming so'mga o'chirib beramiz. Hech qanaqa muammo qilmasdan yuradi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Issiqlik kunlari juda ham kerakli, foydali ma'lumot bu. E'tibor uchun hammaga rahmat. Videoni ko'p o'tvorga tarqatib qo'yamiz.